Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Agroviy avto paxtash filiali 15-iyun 2026-yil Nayman mahallasida navbatdagi uchrashuv o'tkazib belgilangan. Uchrashuvimizning asosiy maqsadi tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga tadbirkorlikni o'rgatish, ajratish, tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga tadbirkorlikni kengaytirish, kiritlar ajratish. Bundan asosiy maqsadimiz shu yangi ish o'rinlari yaratish. Juda ishsiz tumandagi mahallada istiqomat bilan ta'minlash, daromadni oshirishni to'g'ri. Bizlar demak hozir ichida ishlamaydigan fuqarolarimizga, kamida 2 yilda ishlamaydigan fuqarolarimizga oilaviy tadbirkorlikdan 12% ajratiladi. Bu og'ir paxtashma og'ir mahallaga kirgan shu 12% ajratiladi. Qolgan tumanlarga 12% ajratiladi. 3 yilga 6 imtiyoz davri bilan beriladi. O'zimizda produktlarimiz bor. Biznesga ko'mak berishimiz bor. 12 milliongacha beriladi. 25% dan plastik ishlatishadilar. U ham ilk yoshda ishlamagan bo'lsa, oxirgi 2 oy ishsiz qolib bo'lsa, o'zini o'zi band qiladi. Hozir 48 oyga to'laydi. Naql ro'yxat kreditimiz bor. Bu ham 50 million so'mgacha beriladi. Limit qolsa. Bu ham 25% dan 60 oyga beriladi, 5 yil beriladi. Tadbirkorlik mahsulotini qolamiz, plastik tashlashadilar. Shuni o'zi xohlagan narsasini chorvachilik xizmat ko'rsatishni, ishga chiqarishni amalga oshirish mumkin. Tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan fuqarolarimizni 312 inson qarshisida ajratamiz. Bunda 300 million so'mgacha ajratiladi. 100 million so'm sug'urta bilan garovsiz, 100 milliondan oshgan qismi 300 million so'mgacha garov qo'yiladi. 120 garov. Bu ham 20% ajratib beriladi. Bundan tashqari yoshlarimizga kreditimiz bor. 60 inson qarorisdan 18% ajratiladi. 2,5 milliardgacha loyihasiga qarab. Buni ham 100 million so'mgacha garovsiz sug'urta bilan osiladi. Keyin 11 inson qarorgasidan bor. Bu oliy ta'lim o'qish bitirganlar va oliy ta'lim o'qishni bitiruvchilarni ishga olgan yo yurituvchilarni bunga 20% beriladi. Bunga bemalol osiladi. Agar oliy ta'lim bitiruvchi ishga olishga yo oliy ta'lim bitiruvchi o'zi yuritib yaqin ochgan. Hamma ayol kreditimiz bor. Bu ham 5 milliardgacha beriladi. 18%. Ve ayollar tadbirkorlikni rivojlantirmoqchi bemalol foydalanishlar mumkin.